namoyish etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Men va nihoyat bu hafta buzuq tamom bo'lganidan shunday xursandmanki, o'sha katta chet elda men shunday yomon narsa qildimki, shuning uchun chelaklar bo'sh qoldi. Nima bo'lganda ham men sizlarga bir narsa aytishim kerak. Ahmoq Jitel, men senga buni allaqachon aytganman, lekin uysiz Jitelga ham aytib qo'yishim kerak. Men endi Rajdarni o'ldirmoqchiman va agar men o'lsam, o'yin tugaydi. Va menga yordam berasanmi? Bilmasam, birodar, sen boya meni o'marmoqchi eding, lekin mayli, urinib ko'raman. Qani keting. Bizni qayerga boshlayapsan? Bu meni uyim. Nima? Men seni uysiz deb o'ylagandim. Xullas, o'zimni uysiz deb ko'rsatib, ko'p pul ishlab topdim. Birodar, bu shunchaki telbalik. Mayli, biz reja o'ylab topishimiz kerak. O'sha ajdarni qanday qilib yengish mumkin? Men bu sivilizatsiyada juda ko'p yashadim va bilamanki, Nezerda Ender bor va bular bitta sivilizatsiya. Nima? Ender va Nezer bitta sivilizatsiya? Va qanday qilib Nezerga borishimiz mumkin? Bu yerda Nezerga olib boradigan faqat bitta portal bor va u Grox saroyida. Janoshsan, demak Grox Nezerni himoya qilayotgan ekanda. Yaxshi, mana bizning rejamiz. Ertaga Groxning saroyiga kirib olamiz va bugun Groxning qasriga Nezerga borish uchun kirib olamiz. Bu rejaga o'xshadimi? Ha, qani keting. Men tayyorman, yigitlar. Bu qurbaqajonga ishonib bo'lmaydi. U endi Rajdarni o'ldirmoqchi. Biz bilamiz, boss. Sizningcha bu qurbaqajon endi Rajdarni o'ldira oladimi? Albatta yo'q. Hech qaysi Jitel Nezerdagi sivilizatsiyaga yetib bormagan va bu qurbaqajon ham yetib bormaydi. Agar qasrda qurbaqajonni ko'rib qolsangiz, uni men yonimga olib keling. Ajdar xavfsizlikda bo'lishi kerak. Albatta, boss. Biz buni bilamiz. Endi Rajdarni o'ldirib bo'lmaydi va biz bunga yo'l qo'ymaymiz. O'ylashimcha sivilizatsiyamda soliq mavsumi keladigan vaqt bo'ldi. Yaxshi qo'ya Grox. Yo'q, boss. Biz bu haqda ertaga e'lon qilamiz. Men tayyorman. Yaxshi do'stlar, menimcha bu Groxning qasriga mehmonga kirib o'tish uchun eng yaxshi joy. Bu yana nima? Bilmasam, qandaydir kubikka o'xshaydi. Ehtiyot bo'ling, bizni orqamizdan kuzatayotgan bo'lishlari mumkin. Kelinglar, bu saroyni josuslik qilamiz. Kel buni qilamiz. Yaxshi, men kiraverishni kuzatishdan boshlayman. Ko'ramiz u yerda. Yo'q, hech narsa yo'q. Bu yerda ham. Wow! Menimcha portalni topdim. To'xta, qurbaqajon, bunga aminmisan? Saroyning markaziga qara, men bu portalligiga ishonchim komil. Qani ber ko'raychi. Xo'sh. Yo'q, xudoyim, bu rosa ham portal-ku. Yaxshi, biz endi deyarli portal qayerdaligini bilamiz. Xo'y, qo'lingdagi nima? Groxning maxsus shokolanti. Jirasi, buni ko'zimda yo'qot. Endi biz Groxning qasriga borishimiz kerak va qo'lga tushmasdan. Agar buni uddalasak, 3 bosqichdan keyingi bosqichga o'tamiz. Yaxshi, menda bizga asqotishi mumkin bo'lgan qurol bor. Yo'q, Grox bizga qarayapti, qoch. Uysiz, menda qurol bor dedingmi? Sandig'imda. Xo'sh, qanaqa qurol? Qilich, bolta, kamon yoki qalqon? Yo'q, birodar, menda faqat avtomat. Jennerson, biz aniq Nezerga yetib boramiz. Bu muammo emas. Bu nima edi? Bu yana qanday tovushlar bo'ldi? Nimalar bo'lyapti? Men bilmayman. Hay, birodar, soliq mavsumi boshlanyapti. Har bir Jitel Grox uchun zumradlar olib borish kerak. Agar olib bormasang, ko'tingga tiqaman. Shuning uchun bugun tezroq shaxtaga borib, Grox uchun olmoqda. Jennerson, yana soliqlar yig'ish kerak. Ustimdan kulyapsanmi? Mana yana mashaqqatlarga qaytib keldik. Endi o'yinni bosib o'tish yanada qiyin bo'ladi. Jennerson, bu yerda juda ko'p Jitellar bor ekan. Yaxshiroq joy topish kerak. Bu yerda hech kim yo'q va menimcha bu yaxshi joy. Jennerson, birodar, axir men Minecraftda bosib o'tmoqchi eman. Bu yerda esa qulga o'xshab ishlab yuribman. Bu shunchaki kulguli. Qandaydir tez yo'li bo'lishi kerak. Va menimcha men buni bilaman. Xo'sh, Kichkintoy, qancha soliq yig'ding? Salom, menda juda ham ko'p soliq bor. Men boyman. Bunday kulish yaxshi emas. Axir hamma ham bunday qila olmaydi. Afsusdaman degan bo'lardim-ku, lekin unday emas. O'zingda bor, hammasini ber.
Men hammasini dadagani beraman. Naq nishonga tekkizdim. Bu xuddi yosh boladan konfet olib qo'ygandek bo'ldi. Men endi boyman. Xo'sh yigitlar, nimanidir o'rgandingizmi? Bu hozirgi narsa bu nima edi? Bu nima? Pashon men berkinaman. To'xta, menimcha hammasi tugadi. Men bilan kimdir hazillashmoqchimidi? Yo'q, qo'yib beradi, qo'yib ber, yashashni xohlayman, qo'y bor. Yo'q, nima uchun kirgan bunday sekin? Yo'q, tezroq, men hozir bo'laman. Yo'q, iltimos yo'qol. O'zingni bos, senga nima kerak? Zumradlarni qaytar. Meni zumradlarim? Yo'q, qaytarmayman. Ular meniki. Ular faqat meniki. Men ketaman. Tezroq. Menda qo'yib bormana ol. Yo'q, mayli, to'xta. Men senga ozgina zumrad beraman. Yaxshimi? Ishon. Men bilan hazillashmoqchimisan? Bo'ldi, mayli beraman. Jam faqat o'zingni bos. Kelishib olamiz, maylimi? Deb qomat, men va meni yigitlarim Minecraftni bosib o'tib, ajdarni o'ldirmoqchimiz. Menimcha, uni yengishimiz uchun bizga ko'proq odam kerak. Agar bizga yordam bersang, men senga hozir o'zimda bor hammasini yarmini beraman. Bu kelishuvga nima deysan? Men Minecraftni bosib o'tmoqchiman. Yaxshi, bolakay, kel endi seni o'z jamoam bilan tanishtiraman, maylimi? Mayli. Yigitlar, men yangi do'st topdim. U bizga yordam berishga va'da berdi. Bu yana qanday bok bo'ldi? O'ylaymanki, u bizga yordam bera oladi. Qo'y, deb qomat, sening isming nima? Meni ismim Zonk. Salom Zonk. Jamoaga xush kelibsan, Zonk. Yaxshi Zonk, meni eshit. Biz Nezerga bormoqchimiz. Portal esa Groxning qasrida. Va yana endi bizda ulkan dehqonman do'stimiz bor ekan, u yerga borish biroz qiyinroq bo'ladi. Buning ustiga yana soliqlar ham bor. Va ahmoq chelda hech qanday soliqlar yo'q. Shuning uchun qarzga olib turishga to'g'ri keladi. Sen nima qilmaqadan o'qishni bilmaysanmi? Sandiqdagi taxtada o'g'irlanmasin deb yozilgan. Xo'sh, endi menga nima qilasiz? Ey birodar, bu meni sandig'im edi. Shuning uchun men hamma zumradlarimni qaytarib berishini so'rayman. Tezroq, men boshqa kuta olmayman. Zonk, do'stim, iltimos, o'zing shug'ullan. Sen meni do'stimni xafa qilyapsanmi? G'azabni boshqarish kursidagi yigit, seningcha men sendan qo'rqamanmi? Men sen mendan qo'rqasan deb o'ylayman. Mayli, menimcha Zonk uni to'ppa-to'g'ri mana bu sandiqqa soldi. Kelinglar teshkiramiz. Qo'y, meni zo'rtak bilan bu yerda olib chiqing, zo'rtak bilan. Yo'q, u buni rosa ham tilab oldi. Xo'sh, mayli, keling endi o'yinga qaytamiz. Kim biladi, biz yana qachongacha to'lov qilishimiz kerak? Biz umrimizni oxirigacha to'lashimiz kerak. Tushunursan? Umrimizni oxirigacha? Yo'q, do'stginam, bunday qilishga yo'l qo'ymaymiz. Biz tezroq Nezerga borishimiz kerak. Yaxshi, biz ertaga soliqlarni to'laymiz va qasrga kirib olamiz va u yerdan Nezerga jo'naymiz. Qani ketdikmi? Yigitlar, menchi, sizlar meni bu yerda shunchaki qoldirib ketolmaysiz. Men juda kuchliman. Mayli, o'ylaymanki soliqlarni tugatdik. Qo'y, buni eshitdingizmi? Menimcha Sadiq gapirdi. Ha, mayli, menga o'qing. Jenarsan, orqangga qayt. Yordam bering, meni o'ldirmang, meni hamma pullarimni oling, yo'qoling. To'xta, bular hammasi mana pullarimni. Otmoqda-yu. Tashqariga chiqqanimdan keyin qurbaqachon ko'tingga tiqaman. Men tayyorman. Sen allaqachon bu qanday ishlashini bilasan, to'g'rimi? Agar Jechellarga yetarlicha soliq to'lolmasam, men ularni o'ldiraman. Yana anavi ahmoqlarni ko'z oldingdan qochirma. Albatta, boss, biz o'sha nedagon ahmoqlarni Nezerga borishlariga yo'l qo'ymaymiz. Ha, janob, soliqlarni to'lash vaqti keldi. Ha, bugun soliqlarni to'lash kerak va Jenurson qancha ko'p Jechellara. Ha, bu butun bir cheksizlik vaqtini oladi. Lekin hoy, bizda hammamizda yetarlicha soliqlar bor, shuning uchun hech kimni o'ldirmaymiz. Xayrli kun, janob Grox. Xo'sh, bugun nima keltirding? Soliqlarning o'zi yetarli edi. Men juda ham afsusdaman, Lord Grox, iltimos meni o'ldirma. Zaharli kartoshka, meni o'ldirmoqchimisan? Bora portalga yaqin qoldi. Qasrga kelganimizdan keyin o'z yurishimizni qilamiz. Voy yigitlar, biri dadam hozir Lord Groxga soliq to'layapti, menimcha uni o'ldirishmaydi. Ha, u aniq o'lmaydi, bolakay. To'g'rimi, yigitlar? U bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat sizlarga, men endi baxtliman. Oh, menimcha u o'ldi. Voy!
Mana Oliy Lord Cox. Janarsan birodar, o'zingni bos. Rahmat senga birodar, sen endi meni sevimli jichilimsan. Rahmat Lord Cox. Navbat bora-bora qisqarib boryapti va biz ham portalga yaqinlashib boryapmiz. Biz uddalaymiz qurbaqajon. Hoy, men mana bu dehqonot bilan gaplashib olmoqchiman. Ha, men senga gapiryapman, hoy. Sen janob Charoy. Sen menda xotinimni o'g'irlading, uni qaytarib ber, u seniki emas. Janarsan, bu rostmi? U menikini yaxshi ko'radi, meniki katta. U menikini yaxshi ko'radi, meniki katta. Ey, menga po'qoyu bilan ushlab olamiz, bor 20 yildan beri birga yashaymiz. Talbayapmisan nima balo? Bu kulguli. Mana nimasi kulgili? Men o'z xotinim haqida gapiryapman. Birodar, tushuntirib berishiga to'g'ri keladi. Grax, meni bunaqa ishlarga vaqtim yo'q. Tezda mana buni ol. Yo'q, birodar, sen rostdan ham o'z hukmdoringga hurmatsizlik bilan munosabat qilyapsan. Yo'q, buni ko'z oldimdan yo'qoting. Qani, buni qol, tezda lavaga sakra. Sen otang menga yetarlicha soliq to'lamadi. Yo'q, iltimos, men xohlamayman. Qani bor, yo'qsa seni o'ldiraman, sakra. Yaxshi, men lavaga sakrayman bo'ldi. Ya xudoyim, naqadar issiq. Yaxshi yigitlar, biz allaqachon ichkaridamiz. Bu bizni Nezerga borish imkoniyatimiz, lekin bu yerda qo'riqchilar bor. Menda g'oya bor. Bu nima edi, Zonk? Ay, ya xudoyim, naqadar sassiq, zavtrqa nima yegandik? Qani ketdik bo'la qoling. Bu meni g'oyam, men donoman. Yo'q, shoshmang. Qanday qilib Brox bizni payqamadi? Mayli, keling portalga qayta qolamiz. Menimcha u keyingi qavatda. Bu nima? Voy chala, xullas kelinglar, mayli o'zimizda tinch tutamiz. Xo'sh, portal qayerda? Hoy, to'xtang. Nima, Groxni kuchigi bormi? Gap. Yigitlar, menimcha portal tepamizdagi qavatda. Keling tekshiramiz, bizda vaqt oz. Yaxshi, biz boryapmiz. Ketdik. Voy, yigitlar, jim bo'ling. Bizni tutib olishlari mumkin. Mana u, Nezer. Xo'sh, qani ketdik. Hoy, bu yerda nima qilyapsiz? Jenursin bizni topishdi. Men shug'ullanaman. Mani o'ldiring. Nega o'lmayapti? Qochdik. Qo'y, zo'r to'xta, ularning orqasidan quma. Qo'y, to'xta, bas qil. Nega u bizsiz ketdi? Mayli, qani ketdik. Ay! Qo'y, birodar, qayerga ketyapsan? Ha, nima ustimdan kulyapsizmi? Sen nima, rostdan ham Nezerga boraman deb o'ylagandingmi? Demak, sizlarni Nezerga bormoqchi bo'lganingizda tutib olishdi, to'g'rimi? Ha, Lord Grox, kechirasiz. Axir aytgandim-ku, agar bunday qilsangiz sizlarni jazolayman deb mayli soliqlarni ber. Ha, janob, mana Lord Grox. Endi sizlar meni har qanday pul yutiladigan yoki yutuq yutiladigan tadbirlarimdan cheklatilasiz. Yigitlar, Lord Groxga soliqlarni bering. Mana Lord Grox. To'xtang, menga shunday tuyulyaptimi yoki rostdan ham qo'riqchilar Zonkni ko'rishmadimi? Hoy, to'xtang, yana bir narsa. Ha, Lord Grox. Sizlar bilan bo'lgan o'sha dehqomat qayerda? Jenursin, menimcha uni kimdir o'ldirdi. Birodar, umid qilamanki, aldamading. Endi nima qilamiz? Biz Zonkni yo'qotdik. Men bilmayman qurbaqajon. Men bilmayman. Nega u bunday qildi? Agar u hech bo'lmasa 3 sekund kutib turganida biz hammamiz o'tib olgan bo'lardik. Bu juda ham qo'rqinchli edi. Hammasini ideal rejalashtirish kerak edi, lekin u yer juda ham qo'rqinchli edi. Bizda hatto bu haqida o'ylashga vaqt ham yo'q edi. Umid qilamanki, u tirik. Biz hatto u yerda nima borligini tasavvur ham qila olmaymiz. U o'lishi mumkin. Yo'q qurbaqajon, u o'lishi mumkin emas. Biz hatto u yerda nima borligini tasavvur ham qila olmaymiz. U o'lishi mumkin. Yo'q qurbaqajon, u o'lishi mumkin emas. Ha, birodar, rost aytasan.